Hozir endi o'qiganlari 4 nevrem o'qiy. 4 nevremen hozir birle nevreme kitap sotib oldim. O'shuncha kichikda jetmayotgan ekan, 3 kitap sotib oldim. Shu 200 dan 180 dan sotib oldim. Maktabda çok kitaplarni sotib oldik da. Ondan keyin bagi bir nevreme qirg'iz nemesi, o'ris tili bilan matematikasi 75 da sotib oldim. Hozir ham o'ris tili o'zi 600 so'mdan ekan. Qirg'iz tilini matematikasi bosib oldim. Bir nevreme ikinci klasda o'qiydi, al jetmaydi hozir. Şaka düşüp bunlar ne verdim onu sen yeni tutmaya teşekkür Орыстаз мектептершими? Ошол биз деги. Ну, автор у нас корейская, она Шенев деген бар. Ошол. Yüksek kitaplar çok bol otar. Elden gelse elge alıp eski kitapları satып oturalım. Kitaplar kam. Gözler saçmalı bu yıl az bol olur kitaplar. Elde izde bir şey. Şu elden görgön çeçiş gerek. Çok bol olur kitaplar. Eski kitaplar satып oturalım nazarda. Şu bol. Eski kitaplar satып, güzel satып. Canavarchi. Canavarı çok kitaplar. Men mana 5-sinf kitoblarini olganman. 2 yil burun, hozir o'g'lim 7-sinfda o'qiydi. Уже bu programmadan chiqib ketdi, maktabdan boshqa programma bo'yicha kitoblar berilyapti. Yani biz bularda endi falon puldan olganmiz, endi hozir buni makulaturaga topshirib yuborishimiz kerak bo'lyapti-da. Nima qilishimiz kerak? Endi bularni men nima qilaman? Uyda olib o'tiraman. Bolalar qo'llansin deb aytishsam, arzimagan pulga ham olmasin. Birinchi sinfnikini berib, ikkinchi sinfga almashtirib olsak bo'laveradigan bo'lyapti. Endi уже 5-sinfdan boshlab o'tmay qo'ydi. Yangi programma chiqib ketdi dedi. Ruskiy klass uchun chiqarilgan kitoblar ishlaydi ekan. Qirg'iz tili bo'yicha rus maktablarga qirg'iz tili izdательствоsi chiqqan. Qaytdi. Boshqa chiqaribdi. Bular olganlarimiz уже ishlamaydi. Menga o'xshagandan eshitasiz. Qiyin-da. Xotinlar ishlamaydi, uyda o'tiradi. Erkakni topgan yo kitobga yo qoringa bo'ladi.